Sizlar bilan hozir islom sivilizatsiyasini ko'rib chiqamiz. Ketib ko'rib chiqamiz. Bu endi ko'rdim bunaqa. Butun umrimizga muqaddas vatan ozodligi yo'lidagi kurashlarda G'orlarga shunaqa chizishgan. Mana qadimgi talinkalar Toshkentda, O'zbekistonda shu topilgan. Rasm yo'q. Qani? Mana. Xaritami? Ajan, bizga ularning havosini ko'rsatishyaptimi? Havosini. Bo'lma. Nabam. Takkam. qo'l bilan ushlab Aynan buyuk. Katta-da, buyuk degan katta shekli. Shaxmatli doska. Zato qadimgi bu odam bo'lasan. Ko'k turk. Mana rektor. Ayo boshqalar. Ko'rom aytmadim. Soniylar maqbarasi 10-asr Buxoroda bo'lgan. Va sahifaga. Aralash savollar boshlash. Xorazm haqida gapiramiz. Maqomi Ibrohim alayhissalom turgan o'rinlar. Isming nima? mard yigitning farzandlik burchidir. Mening mard Mana sizlar bilan ham muzey ichiga hamma joylarga chiqdik. Men hozir kirdim. Sizlarni ham kelishinglarni tavsiya qilib qolaman. Sizlar bilan Usmonli.